Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Defeat. Bugungi video roligimizda biz eng yangi chiqqan versiyada survival qilib ko'ramiz. Xo'sh, bu versiyani bilmaganlar uchun bu 1.1.8 versiyamiz. Xo'p, bu versiyada endi birinchi marta survival qilyapman. Xo'sh, lekin bizni osmondan spawn qilibdi. Minecraft bizga qarshi. Lekin o'yin davomida shunday bo'lmasa bo'ldi. Xo'sh, hozir yangiliklar. Yangilikni ko'ryapsizlarmi? Hozir ko'rsataman. Mana barg tushyapti, barg. Qaranglar, hozir barg ana barg tushyapti. Ko'ryapsizlarmi? Yana mana yerdagi narsa. Nimaligini bilmadim-ku. Ajoyib narsa ekan. To'xtanglar, qo'yvachchalar o'ldirib olamiz. Xo'p, bundan biz yasashimiz mumkin. Kirka, tapor. Qilich yasamay qo'yaveramiz, chunki taporda qilichdan ko'proq uruning bor. Qaranglar. Bitta zarbada. Mayli, bu yashasin. Bizga zarar tekkan yo'q-ku. Xo'p, yana daraxt olsam yaxshi bo'lardi. Kelajakda qiynalmaslik uchun. Yangiliklarni hali o'qib chiqmadim-u, lekin ancha yangilik qo'shildi deb eshitdim. Qanaqadir xaltacham o'zi eng katta versiyalarda endi o'ynashni boshlayapman. Tosh olamiz. Bizda asosan Bedwars bo'ladi. Agar bundan oldingi videolarim faqat Bedwars to'g'risida bo'lgan. Bedwarsga qiziqayotganlar bo'lsa, bemalol opisaniyada do'stimni lishkasini qoldiraman. Shunga yozsalaring, Bedwarschilarni saralab olamiz o'zimizning timimizga. Obunachilar, videoga albatta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu sizlar uchun bir soniyadirmidi, biz uchun esa katta narsa hal qiladi. Xo'p, biz 4000 dagi erishishimizga atga 200 biroz oshiqroq obunalar soni qoldi. Agar ko'rib turgan odamlar hammasi obuna bossa, biz bemalol 1.400.000 qanchadir ming bo'lib ketardik. Lekin bizni kuzatib turgan obunachilarimizni hammasi obuna bo'lganlari ko'p albatta. Lekin ko'p odam obunasiz bizni kuzatadi. Mana yangilik qani yangilik? Mana it qaranglar, it rangini. Boshqacha. Oldingi nimalarda faqat oq it bo'lardi, hozirda mana boshqacha. Bu itga ham o'zgartirish kiritilibdi. Oddiy laycha, ko'pikka. Bizga ko'proq ovqat kerak. Chicken. Ovqatlarimizni hammasini pishirib, qovurib, kuydirib, mana shunaqa qilib olamiz. Qo'ylar ham bizga kerak. Sen qanaqa qo'ysan? Bu ham yaxshi qo'y ekan. Xo'p, hozircha yon atrofda mob ko'rindi. Bu yo'ldagi o'tib olsak ham yaxshi joylashish kerak. Village bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi, chunki tez orada qorong'u tushadi. Moblar, ya'ni qo'shimcha moblar, skelet, bir narsa, yana bir narsalar spawn bo'lishadi. Keyin esa bizni o'ldirishadi. Shuning uchun yo bizga uy kerak, yo village kerak. Kallam o'ylashi bo'yicha shunday. Mana bu yerda juda ham katta shaxta bor o'xshaydi. Xo'p, bu yangi versiyalarda shaxtalar juda ham katta bo'ladi. To'xtanglar, bitta yon atrofni qaraymiz, agar village bo'lmasa shaxtaga tushaman.
ovqatdan tugadi уже. Qovoq bor ekan. Demak, village ham bor. Xo'sh, koordinatani eslab qolamiz. 348, 516. Mana shu yerga yana qaytib kelamiz. G'orga tushib ko'rish uchun. Hozircha village ko'zga ko'rinmayapti, lekin qovoq bor joyda village bo'ladi deb eshitganman. Adashmasam. Lekin yana ko'rinmayapti village. Yo'ldag'ida village yo'q. Mayli. Biz g'orga tushamiz endi. G'orga tushib, ana shu yerda kravatlarimiz bilan tunab qolamiz albatta. Keyin esa qolganini chiqqandan keyin o'ylaymiz. Xo'p, cho'chqalar. Lekin cho'chqalarni yeb bo'lmaydi. Chunki o'zbekchilik, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Cho'chqalar harom. Bu yerda ham juda katta g'or bor ekan. Kirkada ham uryapman, lekin ovqat to'plash uchun yana ikkita qo'y qolibdi. Shularni ham o'ldirishga ketamiz zaryadi. Bitta zaryad qoldi. Amalini o'ldirmay qo'yaveramiz. Esalomni tushib olaylik biz shaxtamizga. Mana shu yerda. Xo'sh, biz suv bo'ylab tushsak bo'lar ekan. Suv bo'ylab tushamiz. O'zimizga mana shundan ham olamiz. Atga borish uchun kerak bo'ladi. Ana bu yerda ko'mir va temir, creeperni ham ko'ryapman, afsuski. Lekin creeper bizga tegin olmaydi shekilli. Ko'rdinglarmi? Bittada sindirdi. Xo'p, endi ovqatlarimizni pishirib olishimiz kerak. Birdaniga temirli narsa yasaymi? Yo'q, ular bizga kelishyapti. Lekin o'lishga hali yoshlik qilaman. Sizlar o'ylamagan darajada yoshman. Kelchi. Yo'qol pishak. Yo'qol. Yo'q, o'laman hozir. Bu zaharli o'rgimchak ekan. Zahringasan. Bu o'lmayapti. Obunachilar, hozir men o'laman. Bu o'lmasa. Yo'q, men o'lmasligim kerak. Xo'p, o'lmaslik uchun biz o'zimizni zonaga o'tib olishimiz kerak. Lekin hozircha menda aslaha yo'q. O'lmaslik uchun hamma narsani qilaman. Hali yangi versiyada zaharli o'rgimchaklar bunchalik tez chiqadi deb o'ylamaganman. Chunki zaharli o'rgimchaklar past versiyalarda o'ynaganimda, ya'ni past deganda bundan bir pog'ona past versiyalarda o'ynaganimda bunchalik tez chiqmasdi. Hozir sirazi chiqyapti. Lekin bu o'lishni yanada ham tezlashtiradi. Xo'p, uxlab olsam yaxshi bo'lardi.
Ana shu sariq narsa nima ekan? Mana shunaga bilganlar bo'lsa, yo'qotish yo'lini bilganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Xo'sh, obunachilar, biz birinchi kunga qadam qo'ydik. Endi birinchi kunda yashayapmiz. Ana bu yerda bizda temir bor edi, adashmasam. Mana shu temirni olishga men niyat qilganman. Yo'q, buni tagi teshik. Lekin amallab olib olsam bo'ladi deb o'ylagandim. Bunichi? Yo'q. Nayloj tushaman shekilli. Oltinmi? Buncha tez oltin? Yana temir bormi? O, temir. Skelet. Bizda bitta, ikkita, uchta to'pda temir turibdi. Qaniydi u skelet? Men ko'rdim. Isqir, yashinib oldingmi? Birdaniga biz braniya yasashimiz mumkin. Ajoyib. Bizga sheet albatta birinchi o'rinda, tapur, kirka albatta. Keyin esa braniyaga o'tamiz. Wow, buni qaranglar aziz do'stlar. Albatta bu go'zal. Bizga olmos topish muammosi bo'lmaydi degan umiddaman. Xo'p, mana bu yerda yana temirlar bor ekan. Xo'p, bularni ham olsam juda ham yaxshi bo'ladi. Bu yoqda temir yo'q, bor ekan. Lekin bizda bu temirni olishga juda ham muhtojli holatda emasmiz. Xo'p, shuning uchun yon atrofdagi barcha temirlarni olib, sekingina quyonni berib yuboramiz. Adashmasam tepada ham temir bor edi. Menimcha tugadi. Bizda 28 ta temir bor. Davay. Bizda ko'mir ham bor. Ana bu temirni ham olmoqchiman. Qarorim qat'iylashdi. Aytdim men nega bu urg'unchilar kelyapti shaxta yo'q desam, mana bu yerda kattakon shaxta bor ekan. Xo'p. Mana shu temirni ham olib, keyin esa bemalol o'zimizga braniya yasab olsak bo'ladi. Braniya yasash uchun biz pechkamizning oldiga borishimiz kerak. Yana qorong'u tushdim. Hali beri qorong'u tushmagan bo'lishi kerak, albatta. Hop. Pechkamiz qayoqda qoldi? Mana ekan pechkamiz. Bu yerga yarmini solamiz. Bu yoqda menimcha yana bitta pechkamiz bor edi.
Xo'p, to'xtanglar. Bekim bitta ikkita ko'mir tashab ketaylik-da. Mana bu hali endi menga tashlangan o'rgimchak edi adashmasam. Bu yana tashlanib turuvdi. Men uni bir urib ambulatoriyaga admin qildim. Xo'p, 19 ta temir, u yoqda 20 ta. Birinchi o'rinda o'zimga shit yasab olaman. Birovga yasamayman-ku. Zombi bachcha, sen ham o'laydigan kun bor ekan. Ha, 5 ta. Kallaga kiyadigan sovut. O'lib ketdi o'zidan o'zi. Nahot, mana bu yerda ham temir bor ekan, ko'rmaganmiz, qaranglar. Yo'q, o'lib ketdim, afsuski. Bu yerdan chiqish iloji yo'q lekin. Qalqonim tugaguncha turib berishim mumkin. Yo'q. Men tirikman. Yo'q, nahotki. Obunachilar, ko'rgan bo'lsalaring qanaqangi fantaziya bo'ldi. Ko'rdalarimni 0.5% jon bilan qanday chiqib ketganimni. Hay qo'rqib ketdim. Lekin bu nereal bo'ldi. Xo'p. Nahotki hozir men juda ham ko'p qurshuv dedim. Nima endi bu? Mayli. Qo'shimchasi zarar qilmaydi. Adi temirimizni olib kelamiz. Yana shular oldiga kelyapmanmi bilib turib. Bular temboli o'lishi ham qiyin ekanda. Qani? Bular spam bo'lar ekan, men bu yerdan ketishim kerak shekilli. Ko'chami? Ko'chishga qaror qildim. Meni shitda yashayman. Xo'p, to'rtta. Ana bo'ldi. Xo'p, kirka. Va bundan buni qilib qo'yaman. Keyin esa tepadan suv olib kelsam juda yaxshi bo'ladi. Mana shuna qilib water drop qilish uchun kerak suv. Endi gravini sindiramiz. O'zimizga bitta shajgalka solamiz. Tush endi.
Yo, bermayapti. Yo, men lopatadan foydalanishim kerak shekilli. Shunda bersa kerak. Yana bermayapti. Gravitatsiya bo'lyapti. İyi. 100 metre yordim. Yo, bermas ekan. Bu omadsiz grav ekan. Portlama. Portlasang o'ldiraman. Portlama. Portlama. Haha. Xo'p, endi sekin katta g'orlarga tushamiz. Xo'p, haligina ko'rgan joyim bor edi-yu, juda ham katta. Ana shu yerga tushmoqchiman. Endi biz bemalol oltinni ham olsak bo'laveradi. Rudalar, yangi eshiklar. Xo'p, water drop. Water dropli. Vah, o'qib ketdi. Bu yerda nima bor ekan? Hop, bu yerdan pastga. Voy. Wow, diamond. Olmos. Xo'sh, obunachilar, bizda olmos bor. Demak, videoni ham tugatsam bo'ladi. Obunachilar, ko'rishinglar mumkin, biz bugungi videodagi maqsadimizga erishdik. Ya'ni olmos ham oldik, ustimizga branya ham kiydik. Agar shu videoyimga 10 dona like yig'ib bersanglar, men bu videoni davomini aniq chiqaraman. Shuning uchun videoga like bosinglar va obuna tugmasini bosinglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.